Dadamning metall zavodda ishlashini bilardim-u, lekin ishlari bunchalik og'irligini, mashaqqatliligini bilmasdim. O'zimcha kattalar ishga shunchaki borib kelib yurishadi deb o'ylardim. Dadamning qora terga botib, zilday temir bo'laklarini dastgohda qayta ishlayotganlarini ko'rib, pul topish qanchalik qiyin ekanligini his qildim. Ish vaqti tugadi. Biz qaytishda yana piyoda yo'lga tushdik. Bu safar yo'l rosa uzoq tuyuldi. Dadamga charchaganimni aytdim. "Mashina to'xtatsak bo'lmaydimi, dada?" dedim. Dadam esa horg'in holatda: bolajonim, men har doim ishga mana shu tarzda borib kelaman. Oz bo'lsa-da pulim tejarsin deyman. Sen esa kecha sizlar uchun mana shunday tejab tergagan pullarimni osonlikcha ko'chaga uloqtirib yubording" dedilar. Shu topda peshonamdan muzdek ter chiqib ketdi. Nima deyishimni bilmay qoldim. Na "Kechiring dadajon, men bilmay qoldim" deyishni bilaman, na aytgan gaplaridan o'zimga kela olaman. Yo'lning